Ertaga ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Toshkent shahrida ob-havo biroz bulutli bo'ladi. Kechasi va ertalab yomg'ir yog'adi. Kunning birinchi yarmida yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol shaxsan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 13-15, kunduzi kechasi 13-15, kunduzi 23-25 darajalik bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 23-28 daraja bo'ladi. Navoiy va Buxoro viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Kechasi ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 23-28 daraja bo'ladi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduzi 25-30 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Kuchli bo'lishi mumkin. Momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr sekundga kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 7-12 daraja, kunduzi 12-17 daraja bo'ladi. Eslatib o'tamiz, avvalroq joriy yilning 4-7 kunlari yomg'ir yog'ishi sababli respublikaning 9 ta viloyatida hamda tog' oldi va tog'li hududlarda sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkinligi haqida xabar qilingan edi. Kanalimizni kuzatib boring va yangiliklardan xabardor bo'ling.